Nima adres bu? Assalomu alaykum, Bunishoning xizmatga ishlaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni qutqaring. Mana odam meni haqorat qilib, mashinasiga o'tirg'izib, olib borib tashamayapti. 7,5 ming pulimni shilib oldi. Yandex zakaz qiluvdim. Hop, qaysi yo'lda turibsiz? Men Yangbozor, yuqori tuman Yangbozor markaziy kasalxonasida Gulmatova Dilfuzamanman. Hop, tushib qoling o'sha. Yo'q, men qarab tushib qoldim, mashinasini quplab qo'ygan-ku bu. Yandex zakaz qiluvdim. Uyimga borish o'rniga ajdaniya qilib 7,5 ming plastikdan shirib qoldim men. Ayol kishiman men. Yo'q, kechganim yo'q. Joyda o'tirib, mashinasiga chiqqan joyimda olib borib tashamay, gap otib tegajoqlik qilib, qizimni oldida yana har xil gaplarni gapirib qo'yapti menga. Qutqaringlar, iltimos sizlardan. Hop, o'sha yerda turib qoldim. Men mashinasida o'tiribman. Siz kelinglar menga yordam qilinglar. Opa. Banisada og'ir ahvolda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim. Ataylabdan tashqarida turib, 7,5 mingga varaq ajdaniya qilib, nega unaqa qilyapsiz? Olib borib tashlang desa, har xil gapni gapirib, mendan pul ishlash maqsadini qilyapti. Men 20 million kredit olganman dorim uchun. Ba'zan bo'lmagani uchun yosh bolam uyda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim men. Bu yosh bola qanaqadir bir erkak kishi menga tegajoqlik qilish uchun emas. Alo. Mana gapiring, siz gapirib bo'ldingiz. Va qarang, pastavka qilyapti. Qanaqadir kameralar tepamda ko'tarib turibdi. Qora ma'lumot berasizmi menga? Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Adres tushuntiring. Ma'lumotni beraman men. Adres tushuntiring, xo'p. Ma'lumotni beraman men. Sizning adresi ko'rinadi. Ism familiyangizni ayting. Gulmatova Dilfuza Tursumatovna. Nurmatova deysizmi? Gulmatova. Nigmatova? Gulmatova. Gulmatova kim? Unga qilmang, mana yozyapsiz siz mana endi. Bunga gapiravering. Alo, assalomu alaykum. Arizamni tez qabul qilib oling. Men bitta Yandex chaqirsam tegajoqlik qilib, menga har xil gaplar gapirib, mashinasini haydamay, mashinasini ichidan qulab olib, qizim ikkalamizga tegajoqlik qilyapti. Sizga qilyapti. telefon qildim. Ha? Qaysi tuman? Yuqori chiqdi mana. Ko'cha Qarang, hozir mana shu aytayotgan Tuman markaziy kasalxonasining oldiga mazam bo'lmaganligi uchun zakaz qiluvdim Yandexni. Yo'q. Yo'q. Ha, mashinasining ichida quruq holatda turibmiz biz. Xodim jo'natish kerak menga bo'tga hozir. Men yosh bolam uyda kutib turibdi bo'tda. Men bu yuqori chiqdim mana yangi bozor. Ha, tez jo'natingiz iltimos. 10 minutdan beri mashinasidan chiqa olmay turibman men. 10 minutda uyda bo'lishim kerak edi. Qari zapravka borda bu yerda faqat Gudoyl degan bo'ldi. Ha, taksi haydovchisi Yandex zakaz qiluvdim. Yandexda kelgan shaxs menga mana shunaqa qilyapti. Yana plastigimdagi ajdariga